bolalar ko'rishi taqiqlanadi. Yosh kattalar albatta ko'ring. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz hamyurtlar, yaxshilik yo'lidagi amallarimiz davom etyapti. Alhamdulillah. Biz bugun Buxoroy Sharifdamiz. Bugun tanlagan oilamiz haqiqatan juda og'ir ahvolda. 7 yosh, 3 yosh, 2 yoshli qizaloqlarni yolg'iz katta qilayotgan bir mehribon ona haqida gap ketyapti. U o'zi yolg'iz kurashyapti. Hayotning mashaqqatlari bilan. U jon saqlayapti. Uylari yo'q. Bo'lib ham o'zining volidalari ham og'ir xasta, jigar sirroz. Olot tumani juda uzoq bir qishloqning eng chekka joyida Allohni suyganlari, bizni mag'firat kalitlarimiz bor. Ularni asrab, avaylab bugun aldab biroz yolg'on ishlatib Buxoroga olib kelyapmiz. Sababi o'ylab qo'ygan bir juda go'zal eslatmamiz bor. Bizning odatimizga ko'ra ssenariy qilganmiz. Bugunga aytmoqchi bo'lgan eslatmalarimizni Alloh taolo o'zi qalbingizga muhrlasin. Assalomu alaykum. Kim bu? Ismim Fazliddin. Buxorolik saxovatchi yigitlardan qiynalgan oilalar ro'yxatini so'radim. Sizni telefon raqamingizni berishdi. Agar xo'p desangiz, men borib sizlarni olib, farzandingizlarni kiyintirib, atagan bir sovg'alarim bor, ozgina mablag' bor, o'shalarni bermoqchi edim. O'shanga vaqtingiz bormi bugun? Ha, bor. Farzandlaringizni kiyintirib, tayyor qilib turing, men boraman, olib ketaman sizlarni. Xo'p. Tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Har yili viloyatlarga borib, qiynalgan oilalarga endi odat bo'lib qolgan, qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik deb. Agar rozi bo'lsangiz, bolalaringizni bir aylantirib kiyimlar olib bersak, ha? Maylimi? Qarshi bo'lasizmi siz? Bo'ldi. Bo'lmasa, bolalarni olamizda. Buni syomka qilayotganimiz, bizda og'aylar ko'p, birlashib balki remont qilib berarmiz, balki chiroyli qilib tomlarni yopib berarmiz. Yig'lamang deyapti sizni. Juda mehribon ekan, ha, qizingiz. Juda mehribon ekan qizlar. Alo. Ha, bugun yaxshimisan? Sir, mana. Yo'q, hozir keladilar, kutib o'tiribman o'sha kishi. Keyin senga aytib beraman, xo'p, nima bo'lganini. Xiyonat degan biz faqatgina er ayolga xiyonat emas.